Assalomu alaykum, Ixlosget YouTube kanalimiz hurmatli tomoshabinlar va kanalimiz mehmonlar. Baquvvatligi baquvvat, ko'rinishi oddiy, skromniy variantdagi darvoza qidirib yurgan yurtdoshlarimiz uchun bugungi videomiz ushbu darvozamiz undan tashqari mana shu ko'rib turgan kaziroklar haqida bo'ladi. Xudo xolasa bu darvozamizni biz Farg'ona viloyati Furqat tumaniga olib kelib, chiroyli qilib ustanovka qilib berganmiz. Bu darvozamizni o'rnatganimizga ancha bo'ldi. Hozir shu tarafga yo'limiz tushib qolganligi sababli bir kirib videoga olib ketaylik dedik. Devorlarni ham chiroyli qilib fasadni plitka deydimi, buni shunaqa holatda qilishyapti ekan. Bu joylari hali bitka yo'q ekan. Bular ham bitgan bo'lganda o'ta boshqacha ko'rinardi, lekin shu holati hozirgi kunda har dori ko'p, baquvvatligi baquvvat, uncha-muncha joyiga suv to'planmaydigan, suv turmaydigan darvozamiz hisoblanadi. Karcherlar bemalol yuvulaveradi, biror joyda to'xtab qolmasdan hammasi pastga tushib ketadi, xudo xolasa. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, eni 3.32 bo'lgan, bo'yini 3.25 qilib berganmiz. Polni qalin materiallardan bo'lgan. Ikkovi qavati ham ikkilik list, to'liq shumka qilingan darvozamiz. O'rtada общий stiglavata qo'yilgan. Xudo xolasa issiq sovuqni o'tkazmaydi. Orqasida bemalol so'rida o'tirsa ham bo'laveradi. Bir qavat bo'ladigan bo'lsa darvoza orqasida o'tirib bo'lmaydi. Sababi temirda issig'i, issiq kunlarda orqaga rosmana kami 1,5 metr 2 metr joygacha urib turardi. Bularda bo'ladigan bo'lsa unaqa narsa yo'q. O'rtada issiqlik ham sovuqlik ham o'rtada qoladi, xudo xolasa. Ko'tarib turadigan asosiy stenkalari stoykamizdagi 80 ga 80 ni ikkiligidan bo'lgan. Listlarimiz ham orqasi ham, oldi ham ikkilik. Nerjavikalarimiz o'sha 08 listdan foydalanib nerjavikalar qo'yib berganmiz. O'ziga yarashadigan qilib ruchkalar qo'yilgan, zamogimiz zubr zamok qo'yilgan. Yopilishlariga rezinkalar ham qo'yilgan, hech qanaqa ovoz bo'lmaydi. Undan tashqari tepasiga 2,5 metrliga 4 metrli qilib chiroyli holatdagi kazirogimizni ham qilib berganmiz. 2 etajli kazirog deyiladi bu. Tepasi o'sha polikarbonat Lexan'da o'sha mokresidan qilib berilgan. Darvozamizni ham rangi mokre, kaziroglari ham shu o'ziga yarashadigan holatda qilib chiroyli qilib berganmiz. Darvozamizda umumiy summasi 15 million so'm bo'lgan. Tepadagi kazirogimizda narxi adashmasam 9 million yo 9,5 million atrofida bo'lgan. Hozir aniq esimda yo'q. Bir kvadrati 9,950 ming atrofida chiqadi. Sababi 2 etajli deyiladi. Alohida ketgan stoykalari ham 6 ga 8, tepada foydalanilgan hammasi 6 ga 6 dan foydalanib, undan tashqari tepaga yana 5 kon profillardan ham foydalanilgan. Shuni hisobiga ham baquvvat, ham chiroyli haytay usuldagi kazirok hisoblanadi. Ikkalasi bo'lib turib umumiy summasi 24 million yo 25 millionga borib bormay shunaqa narxda bo'lgan. Kimga kerak bo'lsa, darvozamizni 1 kvadratini 1 million 400 mingdan 1,5 million, 1 million 600 minggacha tayyorlasa bo'ladi. Kazirogimizni kvadratini 800 ming so'mdan 1 milliongacha tayyorlab beraveramiz. Holatidan kelib chiqib arzonroq darvozalar ham bor. Endi bular o'ziga yarashgan o'ta mustahkam holatda bo'ladi. Hech qanaqa shum degan narsa bo'lmaydi. Kimga bu darvozamiz yoqqan bo'lsa, bundan tashqari ham darvozalar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.